Poytaxtimizda Ofarin estrada xonandalar Respublika ko'rik tanlovi g'oliblarini tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir davomida ustoz san'atkorlar va tanlov g'oliblari bo'lgan yosh ijodkorlar ishtirokida katta gala konsert ham namoyish etildi. Katta sahna har doim ham hammaga ochiq bo'lavermaydi. U faqat ovoz emas, balki mehnat, intizom va san'atga bo'lgan sadoqatni talab etadi. Ofarin Respublika estrada xonandalari ko'rik tanlovi ana shunday talablar asosida yangi ijodkorlarni kashf etib kelayotgan katta maydonlardan biridir. Tanlovni tashkil etish, uni muntazam o'tkazish va yosh iste'dodlarni aniqlash masalasi bugun estrada san'ati uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biz yoshlarimizni ko'rib, g'ururlanaman, mag'rurlanamanki, biz O'zbekistonimiz shunaqangi juda iste'dodli, juda talantli yoshlarimiz ko'p. Endi aytyapman, shuning uchun shunaqa tadbirlar qilish kerak, ularni jalb etib, ularni talantiga, iste'dodiga baho berib, qo'llab-quvvatlash uchun.